Xo'sh, mana bir oy avval qilib ketgan ishimiz bu ham mana bir qator videoga olib qo'yaylik deb keldik. Buni toshlarni yopishtirib qo'yishibdi, chiroyli qilib. Gaz plita, mo'yka tushadigan joylariga. Bu ishimiz ham juda ham ajoyib chiroyli chiqqan. Ikki og'aynini uyga qilib berdik. Bittasi mana shu yerda. Bittasi esa yonma-yon bo'lgan hovlida, ikkinchisi. Hozir uni ham ko'rsatamiz mana videoga olmasdan, o'chirmasdan turib. Bu xonadonda esa yangi qurib bitkazgan oshxonamiz mana. Bu ishlayapti. Ikkalasini formasi bir xil chiqqan, faqat g'ishlarda ozgina razlikalar bor. Ikkalasi ham lekin aslida ishlar.